Assalomu alaykum, avtodomo obunachilar. Sizlar uchun bitta Cobalt olib qo'ydim dehqondan. Qisqacha obzorni qilaman. 2022-yil ishlab chiqarilgan dehqonchilik Cobaltimiz sotilyapti. Oq rangdagi Cobalt, kraskasi bormi deganlarga, kraska shu bitta eshikda shapaloqcha bor ekan, keyin oldi 10 qanotda temir shapaloqcha bor ekan. Salon holati yurganlari 229 ming, 230 mingga yaqinlashib qopti. Multirullar qo'yilgan. Avtomatda 4-pozitsiya xudo xolasa, chexollar, barlar, ko'ringlar joyida. Mashinamiz propanda, rasxodlari yo'q, tayyor holatda olib minasizlar xolos. Gerb, lobovoylar, solnsa zashitalar, xudo xolasa mashina tayyor holatda olib sraz kiraga chiqib ketaverasizlar, xolaslar minaverasizlar, xolaslar xo'jalikka, xolaslar Toshkentga qatnasanglar ham bo'laveradi. Tayyor holatdagi Cobaltimiz. Narxi qancha deganlarga, narxi do'stlar 9300 kam bor deyilyapti. Kapot ustida kelishaveradi. Manzil Farg'ona, Pakanada borib ustida gaplashaverasizlar, kelishtirib beradi. Faqat narxga, chunki dehqonchilik mashina, olib sotar akamizning mashinasi emas, faqat narxga sotar ekan. Barter ham yo'q. Faqat sotilar ekan. Pul zallik uchun sotilyapti. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, gaplashib olaverasizlar.